Mana toza obyektimizdan ish boshladi, xudo xolasa. Bu yerdan mini mol fermamiz bo'ladi. 20 molga mo'ljallangan. Shu noldan holatini kamera olib qo'yib bitgandan qo'yib boramiz, xudo xolasa. O'tgan yil shu yerga 5 mola qilib berdik. Menimcha foydasi yaxshi bo'lgan o'xshaydi. Endi bizga shu yerga 20 molga qilib berasan deb turibdi. Noldan boshlanishi shu. Hamma ishini bitgancha olib boramiz videoga tushirib. Bu yerlar ham setkidan zabor bo'ladi. Bu yerlar ham shlaka blok. Shumol turadigan местasi shu yerda bo'ladi. Hojatxonasi ham bo'ladi, o'zini letniy. Xudo xolasa hammasini kameraga olib boramiz. Bitganni boshlanishini ham mana kameraga oldik. Mana toza obyektimizdan ish boshladi, xudo xolasa. Bu yerdan mini mol fermamiz bo'ladi. 20 molga mo'ljallangan. Shu noldan holatini kamera olib qo'yib bitgandan qo'yib boramiz, xudo xolasa. O'tgan yil shu yerga 5 mola qilib berdik. Menimcha foydasi yaxshi bo'lgan o'xshaydi. Endi bizga shu yerga 20 molga qilib berasan deb turibdi. Noldan boshlanishi shu. Hamma ishini bitgancha olib boramiz videoga tushirib. Bu yerlar ham setkidan zabor bo'ladi. Bu yerlar ham shlaka blok. Shumol turadigan местasi shu yerda bo'ladi. Hojatxonasi ham bo'ladi, o'zini letniy. Xudo xolasa hammasini kameraga olib boramiz. Bitganni boshlanishini ham mana kameraga oldik.